O'rtoqlar, lab bo'yicha juda ham ko'p savol keladi. Nimaga Nodira Yakubova labga filler yoki botoks xalq tilida qilmaydi? Nimaga men lab ishirmayman? Nimaga ishirilgan katta lablarni yomon ko'raman? Bu narsani yomon, zarar demayman, qoralamayman, yomonlamayman. Ayniqsa hamkasblarim qilayotgan ishiga hech qachon aralashmayman. Har bitta inson o'zi biladi nima qilish kerakligini. Patsiyentlar ham xuddi shunaqa. Xohlagan ishini qiladi. Bu zararli emas, faqat meni texnikam, meni prinsiplarimda, meni ish protokollarimda lab ishirish yo'q. Demak, menda nima bor? Bilasizlar, men uchun teri sifati muhim. Menda lab uchun vitaminlar bor. Ya'ni vitamin qilamiz labga, lab ishib ketmaydi. Mana bu rasmlarda ko'rib turganinglardek, bunaqa narsa hech qachon bo'lmaydi. Faqatgina lёгкий, mana ko'rib turganinglardek, svежесть beramiz labga, vitamin beramiz, ozuqa beramiz, kollagen beramiz, lёгкий gyaluronoviy kislota beramiz namlash uchun. Demak, o'zingizlarni 10 yil, 15 yil oldingi o'sha labinglarni formasi saqlangan holda, tabiiy rozoviy, ya'ni pushti rang labga aylanadi va labinglar yorilmaydigan, qonamaydigan, terilari ko'chmaydigan, xunuk oqarib yotmaydigan bo'ladi, o'rtoqlar. Bu protseduramiz unaqa juda ham og'riqli emas. Ko'rib turibsizlar, patsient juda ham svobodniy, yaxshi yotibdilar. Lab ichiga vitaminlar, peptidlar, mikro-makro elementlar kirmoqda. Suv, labni o'zini yillar davomida yo'qotgan barcha elementlarini biz qaytarib beramiz xolos. Mana hech qanaqa filler emas bu, lab ishib ketish yo'q, faqat oziqlanadi. Ozgina bugun ertaga atyoq bo'ladi. Preparat hisobiga, vitaminlarni hisobiga va prokolli hisobiga bo'ldi. U ham ertaga уже yaxshi bo'lib qoladi. Bu narsa yosh tanlamaydi, o'rtoqlar. 18 yoshda ham ba'zan lablar yoriladi. Vitaminoz bo'lishi mumkin, endokrinniy sistemada muammolar bo'lishi mumkin. Mana tepa bilan pastni farqini qaranglar. Mana tepa yig'ilyapti, mana ko'ryapsizlar, rangi ham oqargan. Pastni qaranglar, уже qanaqa sochniy, уже chiroyli. Bu filler emas, botoks emas, qayta aytaman o'rtoqlar. Bu oddiy vitamin. Bu atyoqlar ham ozgina qaytadi. Muolajamiz mana 5 daqiqada tugadi, o'rtoqlar. Hech qanaqa og'riq sezgani yo'q patsient. Hech qanaqa diskomfort yo'q, ko'karishlar yo'q. Zato labimiz mazza qilyapti, suv ichdi, vitaminlarga to'yindi, mazza qilib. Mana labimizning holati o'rtoqlar. Hech qanaqa ishib ketgan lab emas, ko'rib turganinglardek. Faqat ozgina hozir atyoqimiz bor, u ham ketadi уже ertaga. O'zini ob'yomi qoladi, o'zini formalari qaytadi va labimiz chiroyli, ухоженный lab bo'lib qoladi.